Assalomu alaykum. Sizlar. Shu biz bitta muammo bo'lib qoldi. Qanaqa muammo? Anchadan video qo'yganim yo'q edi. Bat spanli bo'lyapti. O'zim qilganman. Bat ideyasini tishkab bo'ladi. To'sdik, bu tomonni to'sib. Bat eshik bo'ladi. Bu tomoni hammom bo'ladi. Hammom ya'ni dush. Bizda qanaqa muammo? Shashilinchda polni devorni qoqilgan. Devorga olti oq gipsa ishlatilgan, gipsalarni ishlatilgan oq. Lekin menga hech oq bo'lmaydi. Chunki hammom bat ko'k o'zi hammom ishlatadigan ko'k gipsalardan bo'ladi deyishdi. Shunda ishlar deyishdi. Shunga nima deysizlar aytdi. Ko'kini yopib, uchun ko'k yopib, mana ustidan qilsamasizmi? Mana shunday qolsa-yasmi? Nima deysizlar? Keyin shashilinchda bo'lgan ish, xudo xolasa. Cho'tkiga olib chiqyapti. Gipsa to'siladi. Endi patalarimiz yopiladi. Shunaqa. Shunga nima deysizlar? Bu gipsa yaxshimi yoki ko'k gipsa yaxshimi endi? Shunga maslahat kerak bizga.